Xotin Wi-Fi parol nechi edi? Onam tug'ilgan kunlari dadasi. Esingizda-ku, to'g'rimi? Ha bo'ldi, internetga kirmay qo'yaveraman. 100 mingmi? Mana bundan yechib olasiz. Bo'ldi, brat, kodi nechi? Hozir. Alo, men plastigin kodi nechi? A senimi to'y bo'lgan yilida? Naqd olmaysizlar? Voy, hozir futbol boshlanadi. Televizorga ham parol qo'yganmisan? Nechi endi bu? Menga gulobga bergansangiz dadasi. Qachon men senga gulobga berdim? Ha, shu qachon olib bergansiz oxirgi marta esla olasizmi? Mana telefoningni ochib ber. Opam o'g'lini sunnat qilgancha siz uni tering. O'zimni qachon sunnat bo'lganim esimda yo'q, lekin uni bilishim kerak, a? Zo'r. Dadasi bilib turibman, rosa qiynalib ketdingiz-a. O'shada Bo'ldi endi, xohlagan narsangizni kiravering. Kirmoqchi bo'lsangiz kodsiz. nima? Tushunmadim. Ha nima? Kodsiz deyapman. Indamagan sar, va shu o'zingdan ketyapsanmi? Tortib yuboraymi men shuni? Nima tushunmaysiz? Kodsiz, parolsiz deyapman. Jirapa. Uchta qizdan keyin o'g'il tuqqaning zo'r bo'ldi, onasi. Ayniqsa siz bilan Oyjonning oldida tilim uzun bo'ladigan bo'ldi. Baraka topkur yupatkim, boshqa chidolmayman. Voy kelin, bolangizni doshi qulog'imni teshib boshimni og'ritvordi. Voy Oyjon, o'g'il bolani ovozi shunaqa baland bo'lar ekanda. Faqat bizni xotin o'g'il tuqqan, bundan boshqa hech kim o'g'il tug'magan. Olib keldingizmi? Ha, mana. Ha, nimani yashirib olib kirib ketyapsan? Yo'q, oyi, nevarangizga kasha. Xotining emizsa bo'lmaydimi? Namuncha kasha tashiding? Voy Oyjon, o'g'il bolani ishtahasi shunaqa karney bo'lar ekanda. Voy, yaxshi ham shu kelin bitta o'g'il tug'ibdi. Agar 3-4 ta o'g'il tuqqanda ko'timizga tep borar ekanda. Dadasi? O'g'il tug'sang mashina olib beraman degandingiz. Esingizdami? Ha, oldin prava ol. Hoy. Men shu ahvolimga hozir qanaqa prava olaman? Bir kam endi bir kamaz bola bilan avtoshkolaga qatnashim qoluvdi. Ha, hech qatga qatnash shart emas. Mana Yodla o'z ilovasi orqali uyda o'tirgan holda bemalol imtihonga tayyorlansa bo'ladi. Yo'q-e? Avtomaktab bo'limiga kirib, o'zingga yaqin avtomaktab tanlasang bo'ladi. Hamma imkoniyatlar ochiladi. Bundan tashqari oktagon bo'limiga kirib, o'zining bilan kim birinchi savollarga to'g'ri javob berishdan bellasang ham bo'ladi. Yana bitta zo'r tomoni avtomaktab bo'limidan amaliyotchi instruktorlarni band qilsa ham bo'ladi. Va shu xotiningga mashina olib berib to'g'ri qilding, ozgina qulog'imiz tinchidi. Ha, gapirmang. O'g'il bola unaqa bo'lar ekan-ta. Bunaqa bo'lar ekan-ta. Do'rib ezib yuboruvdi. Dadasi qachon usta chaqirasiz? Ha, ustani nima qilasiz? Yaqinda remonti tugatdi-ku. Yo mashinagami? Yo'q-e, o'g'lingizga sunnat ustasim. Shirin bola, shakarim bola. Voy bolam, voy bolam. Yo'q, o'lganim yo'q, vahima qilmanglar. Senga nima bo'ldi bolajonim? Shu ozgina tomog'im og'riyapti-da. Voy, tomoq og'riq bu vahshiy xavfli kasallik. Sen yugur aptekaga. Kelin, yalpayib o'tirishingizni qarang. Boring, tez yordam chaqiring. Hozir bolam o'lib qoladi. Oyjon, qarang, men nimagadir mazam bo'lmayapti-da. Sog' kuningiz bormi? Xudo menga g'irt kasaldan qiz bergan ekanda. Ha, nima bo'lyapti o'zi? Bilmadim, Oyjon, mana havodanmi boshim shunaqa qattiq og'riyapti. Men pochkamga ham kimdir tepib tashlaganga o'xshab sanchiydi. Yuragim ham bir urmay ham qolyapti nazarimda. Keyin mana ichaklarimda 3 kunlik ovqat aylanib yuribdi. O'lib qolaman. Ha, hech narsa bo'lmabdi-yu, oddiy ekansiz. Boring, ishlarni qiling. Dorilaringni vaqtida ichyosanmi, bolam? Oyi, men yaxshiman, ichim doriga to'lib ketdi. Bu sahal kamroqda yana bir ikkita dori ichsang tez tuzalasan. Dori olaverib pulam qolmadi-yu. Ha, meni pensiyam bor. Nariyoqqa qarab tur. Oyjon, rostdan ham toza mazam qochyapti-da. Siz ham bir yomon vahimachi ekansizda, kelin. Bitta hamta dori ichib olaymikin-a? Doriga pulni enamnikidan olaman, yo o'zimni sotaymi? Ana, pensiyangiz bor-ku? Fu, mana pensiya. Voy, o'ling, nimaga o'rningdan turding? Kir uyga. Oyi, bo'ldi, men yaxshi bo'lib qoldim. Ha, yo'q, rostdan yaxshimisan? Ha, soppa sog'man. Ha. Unda bir yana 3 kun yotsang yaxshi bo'ladi. Dadasi. Oyjon. Uf, yana nima balo bo'ldi? Haligi men voy. Voy, o'ling. Voy, hushidan ketdimi? Rostdan mazasi shekilli bor mashinangni yurg'iz. Ha, bo'ldi, doktorga olib boraman. Ha, yo'q, qanaqa doktor? Oysiniga tashab kelasan. Yes! Ha, men xursand bo'lgin deb ataylab yiqilib berdim-da. Qo'lmi o'mbirmi bu? Ha, bekorchilar nima qilyapsizlar? Ha, uydagilar turdi, yurib salom berishing kerak. Fatani oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dada, oyi, noto'g'ri tushunmanglar. Keliningiz o'g'il bolaning ichida katta bo'lgani uchun xarakteri sal shunaqaroq. Va alaykum assalom, kelin. Yaxshi quchoqlashib so'rashmadingiz.
Kelin, choy shirin bo'lsa kerak a? Zo'r, zo'r. Ha, zo'r bo'lsa biz ham ichaylik. Brat, sharmanda qilma. Voy, zo'r. Mana. Oyi, pul bering, hozir futbol bo'ladi. Bo'qmanmi futbol ko'rib, hozir men serialim Voy, bo'ladi. serialingizni ertaga qaytarib beradi, olib keling. Ya yo'q, bor, ana ichkariga kirib o'yna futbolingni. Kakras qo'yinglar, hozir boshlanadi. Ana, biz 2 kishi bo'ldik, serial ko'ramiz, kelin. Yo'q, oyijon, boks ko'ramiz. Qo'shni, mashinam nimagadir yurmayapti, yetarishib yuboringlar. Qimirlamayapti-yu bu. Ha, qimirlamasligi aniq-ku, dada. Ha? Katta og'ir mashina-ku. Bo'la qolinglar, kech qolganmi? Bo'larkan-u. Jonimga tegdi. Xuddi o'rtog'im bilan yashayotganga o'xshayman. Sen ham boshqalarning xotiniga o'xshab bundan nozlanib, adasi, menga parfyumeriya olib bering, atir olib bering deb shunaqa gaplarni aytarmikinsan, ha? Sardar aka, menga bitta ikkita narsalar kerak edi. Rostdanmi? Bo'lar ekan-u, nima olib bering? Pomada, tush, pudra, a? Yo'q, gantel bilan mishok. Mana aka, og'iri bilan. Unga og'iri, bunga og'iri. Oilamizni bankrot qilasiz-ku. Assalomu alaykum aka, kartochka bormi? Ha? Yo'q, kartochka yo'q lekin. Men bu tennis koptok. Men bilan tarvuz. Men bu uzum. Kartochka yo'q lekin. Ha? Mayda pullarni ajratyapsiz, tinchlikmi? Ha, aravaga, parkovkaga. Ha, nos bilan sigaretga ajratayotganingizni bilmaydi deb o'ylayapsiz. Qani tezda bering. 10 minglik piyoz berib yuboring. Aha, bo'ldi. 13 minglik bo'libdi, shuni 15 qilib yuboring-a. Ha, mayli, mayli. Qarang, 17 minglik bo'libdi-da, tek 20 minglik qilib bera qolaylik. Maylimi? Xo'p. Qarang, bir qop bo'lib ketdi-da. Aravadamidingiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Voy, kakras kelib qolding. Machirganlarni olib qo'ygandim. Menga qarab qo'ychang ko'rmasin. Bundan ham avval bor, tez bor. Amakim o'g'limi kakras mamtaga eskirganlarni berib yuborsam bo'lar ekan-a? Voy, dadasi, bu yoqda eskirgan chiriganlar yo'q, hammasi sotiladigan pulga. Aytgancha onasi uyga produkta kerakmidi? Ha. Shu yerdan ola qolamiz, tayyor. Yo'q, bu olib nima qilasiz? Chiqishda olamiz. O'zimizda qimmat-ku, qiziqmisiz? Hey, hozir kelaman. Ha, endi qayerga ketyapsiz shu o'rtasida? Ko'nitka. Voy, ozgina sabr qiling, dadasi. Jinnimisan, qanaqa sabr qiladi? Ha, bo'pti. Mana buni oling unda. G'alati emasmi? O'sha yerdagi musorga tashib o'tib ketasiz, qizarsiz. Tavba qildim, gapingizni qarang. Dadasi, siz sasyapsizmi? Voy! Yo'q-e. Ha, bu nom yog'i yoz issiq. Sal o'zingizga qarab cho'milib, yuvinib yuring, baraka topgur. Ha, xo'p, Ha? Chiqdingizmi? 2 soatdan beri kutibman, Nima qilay, cho'mildim-da, yoz-ku. Delfin bo'lib keting, bir kunda 10 marta cho'milib. Menga suv qoldimi o'zi? Yurmay, Bo'ldi. yaqinga qulog'im. Mana kim bolasi? Ha, meni bolam? Sizni bolangiz bo'lsa, ota bo'lib bir tarbiya bering, urishing kerak bo'lsa, uring. Xo'p. Bu yoqqa nima to'polon qilyapsan? O'ldiraman hozir bu yoqqa kelsan. Ey! Nima urasiz bolani? Ha? Bitta joyingiz achib tug'magansiz-da, qo'lingizni tekkizmang. O'sha qo'lingizdagi remingga o'zingiz osib tashlayman. Dadasi menga oxirgi marta qachon podarka qilganingiz esingizdami? To'g'ri. O'sha payt dinozavrlar ham tirik edi. Mana qulog'imdagi sirg'am yaqinda chirib tushadi. Yangisini hali ber olmasam kerak-a? Onajonisi, olib keldim. Dadasi, shu kallangiz ishlamaydi. Shu tillangizni puliga bilasizmi, qancha go'sht berardi? Ha? Ha, bir oy yardik mazza qilib. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Odamlar eriga o'shanda quyuqqina hayallashishni ham bilmaysiz. Ha, nima qilay? Dugonalarim eri ishga ketayotganda xotinini o'pib, quchoqlab ketadi. Bo'pti, men ishga ketyapman. Ha, ketavering. Xayrlashmaysanmi? Ko'pi kunduzi siz uyalmaysizmi? Mana aytib bolalaringiz bor, aytib oyijon ko'rib qolsa nima deydi? Suyuq. Adasi, mana buni qarang. Ha, zo'r. Zo'r. Orqasida nima bor edi? Orqasida narsa bor edi. Adasi! Qanani megajin? Kimni aytyapsan? Jinini yoqmaymanga birpasda bekitib qo'ydingizmi? Qo'shni, nimagadir mashinam yurmayapti. Itarishib yuboring. Ha, hozir qo'shni. Ha, qatga? O jinni sen hozir yoshi katta xotindan ham rashk qilyapsanmi? Hozir yoshi katta, keyin eshkalar bilan yurish modada. Ha, yoz 6. Adasi, to'g'risini ayting. Birinchi muhabbatingiz kim bo'lgan?
boshlandi. Kim bo'lardi sansanda? M. voy hammada bo'ladi-yu, men noto'g'ri tushunmayman. Ayting. Balki kerak emasdir. Shu to'g'risini aytsam, kollejdagi shoxstada zo'r edi. Bilgandim o'zi, menga umuman gapirmang. Xafaman sizdan. Tursanam. Yur oldimga tush. Adangga o'xshamay o'l. Yomon sudraldingda tezlash. Ey adasi, yoningizdagi kim? O to'poy o'rtog'im bu, erkak. Tushunyapsanmi? Voy, uzr adasi, rashk qilaverib o'rganib qopman-da. Lekin hozir shunaqa bolalar ham ko'payib ketdi-da. Ha, kim bor? Sovchilikka keldik. Sovchilikka dadasi. Sovchi keldimi? Uf, yanami? Yes. Voy, o'rgili. Bilaman, sovchilikka kelgansizlar. Kiringlar. Dadasi. Bugunni o'zida 4-chi. Shuning uchun men senga darvozani qulflab qo'ydim. Biling, уже z. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xushkepsizlar. Voy, qizimiz shunaqa aqlli. Shunaqa odobli, shunaqa tarbiyali, ayniqsa parasati zo'rda. Ukajon, ber, ko'ylaging kirib bo'pti, yuvib beraman. Opa, o'zi xos kiydim-ku. Ber dedim senga. Yaxshi ekan opa. O'zi nima ish qiladi qiziz? Medin stock edi. Voy, zo'ru, kontraktni bo'shatmi? Kontrakt. Super. Ha, unda qiziz bitirib qolgandir-a? Birinchi qiz. Voy, qizlaringni budjetda o'qiydi deb eshitdik. Ha, endi teshik quloq eshitadi. Nimaga men uni yuvmading? Opa, bu sizni kosingiz-ku? Kerak bo'lsa yuvasan, tushundingmi? Tushundingmi, jiparaq yuv. Eshitdinglarmi? Bu hali yarmi. Ana shu ukasini qulog'ini cho'zirib, shalpang quloq qilib qo'ygan. Kuyovda onasi kim? Yopishtiradi shonuri. Qiz bolani qaysar bo'lgani yaxshi-da. Muhimi kiradi-ku. Voy, qizimiz 18 yosh bo'lgan bilan qo'lidan hamma ish keladi. Voy, ovqatlarni aytmaysizmi? O kekslarni ham pishiradi. Ha, lag'mon ham iladi quloqqa. Cho'zadi. Bo'lmasa biz O'zidan so'ramoqchisiz. Qizim nima deysiz? bilmadim, sizlar nima deysizlar shu? Qizinglarni bir ko'rsak bo'ladimi? Bir cho'rab kelsin. Iloji yo'q. Choy damlashni bilmaydi. Uy ishlarida vashshi nol. O'zimiz o'rgatib olamiz, yo'q demanglar. Yomon shurakansizlarda lekin. Oshga tushgan pashshaday. Ana itgan tur desa ketadi. Tur. Ko'ryapsizlarmi? Sizlar ketmayapsizlar. Ha? Insofingiz bormi? Ertalabdan beri 8 marta kiribsiz. Ha, nima qiling? Qornim og'riyapti-da. Odam ham shunaqa bo'ladimi? Abedgacha 78 minglik qilib qo'yibsiz. Sho'chib qo'yilmagan mashit qoluvdi o'zi. Ovqat qilmaysanmi? Ha, boya abedda yedik-ku. Ujum bo'ldi, qorin ochqadi. Ha, katta yeng. Keyin kirib katta, ha? Shu mehmonlar yetmay turuvdi. Bugun sho'chib potlab ketar ekanda. Bir mehmonga borib kelaylik deb sizlardan. Olinglar. Agar vijdoninglar yo'l qo'ysa. Ha, bor yugur kirib chiq. Boshlandi. Mayli, yosh bola-yu. Uzog'i 1200 so'm. Oyi, endi men kirib chiqay. 200 ming. Kamida. Dadasi sizmi? Nima deysiz? Kirib ketganingizga yarim soatdan oshdi. Ko'rpa to'shak qilib yotib oldingizmi? Chiqing. Nima deysiz? Telefonsiz kirib keting dedim-ku. Hozir chiqmasangiz agar buzib kiraman. Tinchlikmi? Hozir to'xtang. Bo'pti dadasi, 1 soatda qaytaman. Yaxshi bor, salom ayt. Xayriyat, endi bemalol. Onasini emsin. Bolaligimdagi dalalarni qadri o'tyapti. Assalomu alaykum. Qarzdorliginglar bor ekan, to'laverasizlarmi? Qanaqa qarzdorlik? Svet, gaz, musil, suv hammasini to'lab qo'yganmiz. Yo'q, anaqa qarzi. Bor oyligim shunga ketar ekanda. Qarindoshlaringiz ham kamroq kelsin-da. Bo'ldi aka, qarzinglar qolmadi. Aytgancha, tualetingizga kirib chiqsam bo'ladimi? Dadasi, ozib ancha yoshardimmi? Ha, bo'ldi, tugataver. Men bu foydasi yo'q. Nima dedingiz? Ha, qara, obrish to'lib turibdi, lop loyiq. O'zing bilan tenga uylanma, 10 yildan keyin ona bolaga o'xshab qolasizlar desa quloq solmayman. Mana ahvol. Kelinglar, sizlarga nima bering? Ha, bizga ikkita yenilik etik. Sizga mayli, brat, yosh kattalarga mumkin emasda, yuragi o'ynatib, davlendan ko'tarib yuborish mumkin-da. Sizlardan 25 ming bo'ldi. 20 ming bersanglar roziman. Abdumannonov. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom, qalaysiz? Voy, ustoz 10 yil o'tib ketdi, lekin umuman o'zgarmagansiz. Siz ham o'shasiz. O'shanda parallel sinfdoshingizga uylanmoqchi edingiz, nima bo'ldi? Ha, uylanganman.
Kelin qani, uydamilar? Tushunmadim. Ay, o'zingni bos, yur bu yoqqa. Ey Abdumannonov, uyatda, hali ham o'zingizdan kattani sanlab yuribsiz. Bilaman, men bilan yurishga uyalasiz. O'sha bilatnoy qizlaringiz menga o'xshab 2-3 ta tug'ib olsinchi, ko'raman ahvolini. Jonimga tegdi, ketaman. Yo, sen noto'g'ri tushunyapsan. Xafa bo'lmagin, men senga xohlagan narsangni olib beraman. Yana nima qilay? Oyog'im og'riyapti. Ko'tarib oling. Voy. Urgansang bo'lmaydimi? Qara onasini boshiga ko'tarib yuribdi.